Qo'ng'iroq jiringladi va yuragim shov etdi. Kim bo'lishi mumkin? Negadir meni hayajon bosdi. Oyoqlarimga yengil titroq kirdi. Eshikni ochdim. Tashqarida xushbachim, sochlari jingalak, ko'zlari katta-katta, juvon, oilaviy poliklinika dedi u. Avval menga so'ng daftar yetkilib, dedi. Do'stlar talablariga binoan kattalar videosi Telegram kanalini ochdik. Kimga qiziq bo'lsa kommentda qoldirsin. 10 mingdan ortiq videolar bor. Kirib bemalol 5 ga birini urishingiz mumkin. Salom, yaxshimisiz? Men hamshiraman. Xotinim uyda emas, javob berdim men. Nima, dedi u anqaydijon. Xotiningiz bilan nima ishim bor? Tavba, yoki xotinim uyda emasligini aytsam ichkariga kiradi deb o'ylayapsizmi? Yo'q, haligi oilaviy poliklinika deganingizga ma'lumotlar xotinimda bo'ladi. Men ham sizga ko'zim uchib turgani yo'q. Juvon kutilmaganda sekanib ketib, oyoqlariga qaratib baqirib yubordi. Voy-voyon shunday. Bu sahnaga o'zini overdi. Rangi uchib, dahli ham ichkariga kirib ketdi. Men orqaga munkib yiqilib tushdim, bir bahya qoldi. To'g'risini aytsam, o'zim ham shundan qo'rqaman. Ammo ayol kishining oldida buni bildirmasligim kerak. O'zimni o'nglab, qiyoya ochiq eshikdan tashqariga qaradim. Qanaqa gapirishingiz kattay? Sichqondan shunchalik qo'rqasizmi? Yaxshi qiz. Sichqon yo'q bu yerda. U tashqariga chiqishga botinmay bo'ynini cho'zib sekin oraldi. Hozirgina oyogimning ustidan urmalab o'tdi. Siz yaxshisi suv bering, yuzimga seping, dedi u. Qo'rqib ketdim. Men juvon aytgandek qildim. Rahmat, yaxshi odam ekansiz, dedi bu. Mening ismim Dilbar. Kofiyani qarang. Kulib yubordim men. Xotinimning ismi esa Dilobar. Ammo aytib qo'yay, u sizdan ancha chiroyli. Yo'q, bilmabmiz, dedi u. Labini burdi Dilbar. Xayriyat, xotiningiz uyda emas ekan. Agar bo'lganda meni kalomish esa ham kiritmas ekansiz. Kesklar bobida ustasiz-ku, dedim men. Ammo xotin yo'q, uyga kirish bobida siz ham zo'r ekansiz. Endi chiqib ketasiz, qonim. Agar rostdan ish bilan kelgan bo'lsangiz, ostonada turib ham gaplashish mumkin. Sichqon enidan chiqmay choy ichib o'tiribdi. Dilbar yana labini burdi. Daftarni qo'ltiqlar ekan. Menga norozi qiyofada qarab qo'ydi. Biroq ostonadan chiqar-chiqmas yana dodlab yubordi-da. Bu gal eshikni ichkaridan mahkam yib oldi. Sichqon. Rozi aytyapman, dedi u. Hal ham ketmabdi. Men diqqat bo'lib eshikni ochmoqchi edim. Dilbar yalingan namon qo'limga yopishdi. Iltimos, ochmang. Qiziqmisiz? Hozir xotinim kelishi kerak. Sizni uyda ko'rsa nima deb o'ylaydi? Iltimos, u qo'limni qo'yib yubormadi. Yana 10 daqiqa yo'q, 5 daqiqa. Men Dilbarga razmim soldim. Yengiltak ayolga o'xshamaydi. Ammo begona erkakning uyga kirib olish darajasida shunchalik qo'rqish mumkinmi? Menga yana suv bering, dedi u. Aytgandek qildim. Keyin kitim. Endi qonni bahona qilib bir umr shu uyda qolasiz shekilli. Voy, qanaqa odamsiz, hozir ketaman. Men emas. Siz qanaqa odamsiz? Hozir xotinim keladi, dedim sizga. Balki zinadan chiqayotgandir, allaqachon. Bo'pti, ketaman. Achiq qildi, mana bu daftarimni to'ldirib olay. Uyingizda o'tiradigan joy bormi o'zi? Obbo, bu ofaton daftarini to'ldirmasa ketmaydiganga o'xshaydi. Men uni stol-stullar qo'yilgan ichkari uyga taklif qildim. Dilbar boyafdalni ham yechmay, kirib daftarga nimalarnidir yoza boshladi. Mayli, shunisi ma'qul, ketish oson bo'ladi. Uni kuzata boshladim. Qiziq, xuddi xotinim kelishini bilib atay emillab yozayotgandek tuyuldi menga. Ha, rostdan ham shunday bo'ldingizmi, deb so'rab toqatsizlanib. Voy, hozir namuncha. Bolalaringizning guvohnomalarini bersangiz, men topib bera olmayman keyingi safar. Nachora, ammo xotiningizga ayting, poliklinikaga albatta borsizlar. Emlash ishlari munosabati bilan, xo'p, keyinoyidan juda ham qo'rqar ekansiz. Dilbar shunday dedi, daftarni yopib o'rnidan turdi. Men uni kuzatish, aniqroq haydash uchun ortidan ergashdim. Ammo kutilmaganda Dilbar yolg'ondan qildimi yoki rostdan bo'ldimi, xona ishiga yetmaydi deb ketdi. Meni ushlang, boshim aylandi. Shunday dedi u, o'zini orqaga tashladi.
Agar uni ushlab qolmagandim, chal qanchasiga yiqilib boshdan xuddi shu paytda eshik qo'ng'iroq jiringladi. Yuragim takabuka bo'ldi. Shoshganidan Dilbarni divanga yotqizib chiqish eshigi tomon yugurdim. Teshikchadan qaradim, xotinim, tezroq oching, dedi u, keyin esa men ochgunimcha bo'lmay og'iz ochdi. Ochiq ekan-ku, men jiringlar deb yotibman. Assalomu alaykum, dadasi. Yaxshi, borib keldingizmi ishga? Mening tilim kalimaga kelmasdi. Xotinimga nima deb gap ochishni bilmasdim, aslida aybim yo'q. Hammasini ro'y-rost aytish kerak. Biroq gap xotinimning ishonishida.